Siz Minecraft o'ynab shuncha yil davomida ushbu narsalarga ishonib kelgansiz. Bugungi videoda Minecraft haqidagi 8 ta yolg'on haqida gaplashamiz. Creeper portlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, unday bo'lsa biz boshladik. Nezirit kirka Minecraftdagi eng tez kovlaydigan kirkalardan biri hisoblanadi, lekin uning eng asosiy qarama-qarshiligi bu oltin kirka. Ko'pchilik o'ylaydiki, Nezirit kirka Minecraftda eng tez qaziydigan kirkalardan biri, chunki u juda mustahkam hamda u Nezirit hamda u eng yuqori o'rinda turadi. Lekin Minecraftda eng tez qaziydigan kirka bu oltin kirka, albatta u sinib ketmasa agar. Chunki u atiga 30 ta blokdan sindira oladi. Lekin oltin kirka o'zini sindira olmaydi. Nezirit kirka o'zini sindirib, undan drop tushsa, oltin kirka esa shunchaki sindiradi, lekin esa undan hech narsa tushmaydi. Juda g'alati xususiyat. Ko'pchilik o'ylaydiki, shakarqamish qumda odatiga qaraganda tezroq o'sadi. U suvning yonida bo'lsa hamda qumda bo'lsa anchagina tez o'sadi oddiy daraxtga qaraganda, lekin bu butunlay noto'g'ri fikr. Shakarqamish nimada o'ssa ham uning tezligi bir xil bo'ladi va hech qachon o'zgarmaydi. U hattoki istalgan yerning turida o'sishi mumkin. Hattoki mo'x blokning ustida o'ssa ham mana shu tezlikda o'sadi va bu xato fikr va bunga ko'pchilik ishonadi. Shunday ekan, blok tanlamang. Ko'pchilik o'yinchilar o'ylaydiki, agar men hozir qo'limda mana bu barglarni qassam, undan drop tushish ehtimoli anchagina past bo'ladi hamda cho'p, urug' va olmalar kamroq tushadi. Lekin agarda men uning shunchaki tanasini chopib, uni o'zi barglari to'kilishini kutib tursam, undan olma, cho'p hamda uning urug'lari anchagina ko'p tushadi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Urug'larni tushishi butunlay tasodifiy ravishda ro'y beradi. Qo'lda sindirsangiz ham, o'zi tushsa ham. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, Bedrockni kirkada sindirish mumkin. Chunki YouTube'da turli xil Bedrockni sindirdim nomli videolar mavjud. Hamda 365 kun Bedrockni sindirish haqidagi jonli efirlar ham yolg'on. Buning sababi Bedrockning qattiqlik darajasi o'yin kodlarida -1 daraja. Ya'ni siz uni hech qachon sindira olmaysiz. Hattoki 365 kun bo'lsa ham, 365 yil bo'lsa ham. Uni faqat o'yindagi xatoliklar yoki TNT yordamida sindirishingiz mumkin. Barchangiz Minecraftdagi sement kukuni haqida bilsangiz kerak. Agarda siz uni suvga qo'ysangiz, u darhol qattiq sementga aylanib qoladi. Hamda keyin uni kirkada sindirib, bemalol istalgan joyingizga yoki quruvchilik ishlalarida ishlatishingiz mumkin. Yoki agarda siz qurgan joyingizga keyinchalik suv qo'ysangiz ham, u darhol sementga aylanib qoladi. Lekin ba'zi bir bolalar shunga ishonadiki, agarda siz qozonga suvni solib, keyinchalik esa bir stagini uni ichiga tayyorlab yuborsangiz, qozon ichidagi barcha sementning kukuni oddiy qattiq sementga aylanib qoladi degan lifehack bor. Lekin ushbu lifehackga ishonmang, bu butunlay yolg'on va suv butunlay ishlamaydi. Ushbu narsaga Minecraftning juda ko'p o'yinchilari ishonadi. Agarda siz qadimgi shaharni bilsangiz kerak, Warden paydo bo'ladigan joyda ushbu katta portalga o'sha strukturani ko'rgandirsiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, ushbu portal boshqa dunyoga, 4-dunyoga olib boradi. Lekin bu butunlay yolg'on. Ushbu portal butunlay funksional emas hamda o'yin yaratuvchilari ham ushbu haqda hech narsa demagan. Lekin o'yinning fayllarida kichik portal nomli fayl bor edi. Keyinchalik esa o'yin yaratuvchilari buni shunchaki oddiygina kichik struktura nomiga o'zgartirib qo'yishdi. Va bu yerda hech qanday portal yo'q. Siz ishonib bu yerga jajgalka yoqib yotmang. Balki kelajakda qo'shib qolishar. Do'stlar, men sizlarga Minehype nomli kanalni tavsiya beraman. Ushbu kanalda bir-birdan qiziqarli bo'lgan Minecraft videolarini topishingiz mumkin. Albatta, kommentariyadagi silkaga o'ting hamda daring dildan salom deb yuborishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying albatta. Minecraftda sehrlovchi kitob haqida bilsangiz kerak. Ushbu kitobning yoniga siz javonlarni qo'ysangiz, uning sehri ortib boradi hamda ko'proq daraja talab qila boshlaydi. Siz eng maksimumga chiqish uchun anchagina ko'p kitob kerak. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, men qancha ko'p kitob qo'ysam, shuncha ko'p darajaga ega bo'laman deb o'ylaydi. Lekin bu butunlay noto'g'ri. Sababi buning uchun sizga juda ham ko'p kitob javonlari kerak emas. Shunchaki pastga bir qatorni to'ldirsangiz ham sizga 30-darajani bemalol beradi. Ishonmasangiz o'z dunyoyingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Hattoki bitta kitob kam bo'lsa ham daraja sekin-sekin tushishni boshlaydi. Keyinchalik esa ko'proq xarajat qilmay, mana shunday kamroq xarajat qilishingiz mumkin. Minecraftning 121-yangilanishida bizga juda ham ajoyib narsalarni taqdim etishdi. Ulardan bir misol qilib biz Valve'ni keltirishimiz mumkin. Bu shunday qurilmaki, agarda siz kalitni unga suqsangiz, uning ichidan ma'lum bir ajoyib sovg'alardan birini sizga berishi mumkin. Hattoki Minecraftdagi eng kuchli qurollardan biri Mace'ni ham. Lekin agarda ba'zi bir o'yinchilar orasida juda ko'p tarqalgan yolg'on borki, agarda siz kalitni to'g'ri vaqtda uning ichiga qarab turgan paytingizda o'sha narsa paydo bo'lgan vaqtda tiqsangiz, u siz xohlagan narsani beradi degan mif bor. Lekin ushbu mif butunlay soxta hamda siz bunga ulgurmaysiz. Shuning uchun narsalar baribir tasodifiy ravishda chiqadi. Bu mifga siz ishonib yurmang. Shunday qilib bu narsani o'zingizga umuman bo'ysundira olmaysiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Do'stlar, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni hamda videoga like bosib, fikringizni yozib qoldirishingizni so'rayman. Unday bo'lsa hammaga xayr.